Assalomu alaykum. Bugun YouTube'da kelgan savollardan assalomu alaykum doktor. Meni qizcham 10 oylik bo'ldi, lekin hali ham o'zi mustaqil qo'liga biron narsa olib o'ynamaydi. O'tirishga harakat qilmaydi. Ikki qo'li bir xil ishlaydi. Nima maslahat berasiz? Nevropatologga olib bordim. Boshida muammosi yo'q dedi. Qanaqa doktorga olib borishni bilmayapman. Iltimos maslahat bering. Bu yerda kelgan savol bo'yicha 10 oylik bolasida harakatlari sust, lekin nevrolog mutaxassis ko'rgan, nevrolog mutaxassis hech qanday muammo yo'q deb aytgan. Ya'ni boshida muammosi yo'q degan. Bu holatda biz tayanch harakat tizimidan qidiramiz muammoni, ya'ni mushak bor, suyak bor, nerv bor, ya'ni o'sha periferik nervlar bor, ya'ni o'sha mushak harakat tizimini boshqaruvchi. Shulardan muammoni qidirishga to'g'ri keladi. Ya'ni suyakda muammo bormi, mushakda muammo bormi, yo bo'lmasam periferiy nervda muammo bormi, uni aniqlash uchun albatta siz neyrogenetik shifokorga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi va qo'shimcha tekshiruvlar, MRT, mushak MRTsi, nervlarda o'tkazuvchanligini tekshiruvchi NMG, MG tekshiruvlar va biokimik qon tahlillari va suyakka bog'liq mana densitometriya deymiz, ya'ni suyakda qattiq yumshoqligini o'lchab beruvchi apparatlar yordamida siz bir ma'lum bir xulosaga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi.